Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston telekanalida Oydin hayot live dasturi yana jonli efirda. Assalomu alaykum. Azizlar, dunyo bo'ylab har yil mart oyining 2-payshanbasi Butunjahon buyrak salomatligi kuni sifatida nishonlanadi. Demak, bu yil 13-mart sanasiga to'g'ri keldi mana shu kun. Albatta. Buyrak odam organizmidagi eng zahmatkash organ deb bejizga aytilmaydi. Agar uning funksiyasida, faoliyatida buzilish bo'ladigan bo'lsa, boshqa organlarimizda ham salbiy oqibatlarni ko'rishimiz tayin. Shunday ekan, biz bu borada ham tibbiy savodxonligimizni doimiy ravishda mustahkamlab borishimiz kerak. Albatta to'g'ri aytasiz, Barno, chunki kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan yaxshi deb dono xalqimiz bekorga aytmagan. Bugun ilk suhbatimiz buyrak kasalligini oldini olish haqida bo'ladi. Demak, biz mutaxassisga yuzlansak. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Demak, suhbatdoshimiz Respublika nefrologiya va buyrak transplantatsiyasi ilmiy markazi shifokori, tibbiyot fanlari nomzodi Burxon Munavvarov. Xush ko'rdik. Rahmat. Xush kelibsiz. Demak, qarang, buyrak haqida xalqaro miqyosda kun belgilangan ekan. Bu haqda maxsus bitta kunda gapirilishining o'zi bizga mana shu organimizning tirikligimizda, sog'lomligimizda, butun organizmimizni ishlashida qanchalik darajada muhim ahamiyat kasb etishini bildirib turadi va biz bu borada ham ko'p narsalarni bilishimiz kerak. Shunday emasmi? Albatta. Bejizdan bugungi 13 mart oyining 2-payshanba kuni yoki 14-mart kunini xalqaro buyrak kuni deb belgilangan. Sababi keyingi paytda butun dunyo miqyosida buyrak kasalliklari oldingi o'rinlarga chiqib olmoqda. Bularni albatta biz oldini olmasak, kerakli chora-tadbirlarni bugundan boshlamasak, qachonlardir bir o'z xizmatlarini ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun bu kun shunday atalgan. Keling, shu suhbat avvalida siz aytib o'tganingizdek, buyrak kasalliklari birinchi o'ringa chiqib boryapti va buni biz ahamiyatdan chetda qoldirishimizning mumkin emas deyapsiz. Nima sababdan buyrak kasalliklari ko'payib boryapti va birinchi o'rinlarni egallab boryapti? Asosiy sabablar nima? Qolaversa, yoshlarda ham uchrayaptimi bu kasallik? Yo'q, keyingi paytda buyrak kasalliklari nisbatan ko'payib bormoqda. Birinchi o'ringa chiqmaydi deb aytishimiz noto'g'ri bo'ladi. Birinchi o'rinda emas. Umuman olganda buyrak kasalliklari quyidagicha paydo bo'ladi. Birinchi katta guruh bu buyrakning tug'ma yoki nasliy kasalliklari. Ya'ni chaqaloq yoki bola tug'ilgan paytda yoki buyrak hamda peshob yo'llarining qandaydir nuqsoni bilan, patologiyasi bilan tug'iladi. Bu tug'ilgan paytda bilinmaydi, lekin bola katta bo'lib borgan sari yoki ba'zi bir kasalliklarimiz o'sha 40-45 yoshdan keyin o'zini ko'rsata boshlaydi albatta. Ikkinchi asosiy katta guruhimiz bu orttirilgan buyrak kasalliklari. Ya'ni mana sovuq iqlimdan, nam iqlim ta'siri tufayli, har xil infeksiyalar tufayli buyraklarimiz kasallanib boradi. Shu bilan bir hisobda qabul qilayotgan oziq-ovqatlardagi ba'zi bir toksin moddalar tufayli yoki bilibmi, bilmaymi, organizmning zaharlashlari tufayli o'sha buyrak kasalligi orttirilgan tarzda paydo bo'lib boradi. Demak, nosog'lom turmush tarzi, o'sha nosog'lom ovqatlanish ham ana shu sabablarga kiradi. Albatta. Bugun bizga buyrakni asrash borasida qanday tavsiyalar bermoqchisiz? Albatta, bugungi kunda buyrak kasalliklari asrash uchun birinchi o'rinda to'g'ri turmush tarziga amal qilishimiz kerak bo'ladi. Iloji boricha nam havodan, sovuq havolardan ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi va to'g'ri ovqatlanishga yo'l qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan bir qatorda o'sha har xil toksinlardan iloji boricha o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak bo'ladi. Bu toksinlar maishiy bo'lishi mumkin va shu bilan bir qatorda har xil atrofimizdagi infeksiyalar, mana oddiy mana yuqori nafas yo'llarining virusli kasalliklari ham mana xalq tilida gripp deymiz. Kelgusida albatta buyrak kasalliklariga olib kelish ehtimolligi kam emas. Shamollashlar, aynan o'sha yuqori nafas yo'llarining mana biz haligi epidemik gripp deymiz. Mana shu kasallik ham buyrak kasalligini bir sabab hisoblanadi. Tushunarli. Qanday belgilar buyrakda muammolar borligi haqida xabarchi bo'la oladi? Albatta o'rinli savol bo'ldi.
birinchi o'rinda buyrak kasalliklarimizda esdan chiqarmaylik, bel og'riq birinchi belgisi emas. Odatda bel og'riq buyrak kasalligining belgisi emas. Bu yerda asosan peshob ajralishining o'zgarishi yotadi. Peshob miqdori yoki ko'p ajralishi mumkin, yoki peshob miqdori kamayib ketishi mumkin, yoki peshobning kechqurunlari chiqish ko'payishi mumkin, yoki peshob ajralganda og'riqlar yoki peshobning rangi o'zgarishi mumkin, hidi o'zgarishi mumkin. Mana shu yerdan biz buyrak kasalliklarini bilib olamiz. Ikkinchi o'rinda ishlar turadi. Ya'ni yuzlarda paydo bo'ladigan, oyoqlarda, qorinda paydo bo'ladigan ishlar buning ilk darakchilari hisoblanadi. Men hatto eshitgandimki, angina, qolaversa tishdagi karislar ham buyrak yetishmovchiligiga, kasalligiga olib keladigan gapni eshitgandim. Bu qanchalik haqiqatga yaqin? Bu nefrologiya amaliyotidagi eng katta muammolardan biri. Biz o'zimizning klinik amaliyotimizda ham, ilmiy amaliyotimizda ham o'sha lor mutaxassislar bilan doim kontaktda bo'lib turamiz biz. Bizni o'sha albatta autoimmun buyrak kasalliklarimizni albatta lor mutaxassis ko'rish shart bo'ladi. Sabab mana boshlovchimiz aytganlaridek, angina kasalligidagi infeksiya, stomatit kasalligi, umuman og'iz bo'shlig'idagi har qanaqa infeksiyalar endigan yo'llar bilan buyrakning mana go'sht qismiga, ya'ni buyrakning nefronlarigacha toksinlari yetib borib, mana shu yerda o'tkir va surunkali buyrak kasalliklarini paydo qiladi va mana Shuhrat aka aytganlaridek, mana shu nefronlarni bujmayib ketishi, ya'ni xalq tilida aytganda buyrakni qurib qolish darajasiga olib borilishi muqarrar. Hattoki o'sha qondagi gemoglobin pasayib ketgandan buyrakda o'zgarishlar bo'lar ekan. Buni o'zimda ham bo'lgan. Bir paytda men juda ham mazam qochib, holsizlanib qolgan paytimda onkologiya kasalligiga shubha qilishgan. Shundan keyin o'sha MRT har xil tashxislarni o'tkazgandan keyin ma'lum bo'ldiki, menda o'sha qon ketish bo'lganligining hisobiga buyrakda qanaqadir dog' paydo bo'lgan ekan. Shundan bildimki, qonni juda ham kamayib ketishi, o'sha ham buyrakdagi o'zgarishlar qanaqadir yomon holatlarga olib kelar ekan, to'g'rimi? Albatta. Qon paydo bo'lishi bilan buyrakning aloqasi bor. Ya'ni buyrakning mana go'sht qismidan chiqadigan eritropoetin degan modda bizni insonlarimizni, bizni suyak ko'magimizda qonni paydo qilishni rag'batlantirib turadi. Albatta qonni kamayib ketishi buyrakning zo'riqishiga sabab bo'ladi albatta. Muxlislarimizdan ham savollar kelgan, chunki biz kechagi dasturimizda sizni bugun qatnashishingizni aytganimizdan keyin muxlislar ham o'zini savollarini berishgan. Hozir mana shu savolga javob bersangiz. Yoshim 37 da, oxirgi paytlar oyog'imda ishish paydo bo'lgan. Bu buyrak bilan bog'liq bo'lishi mumkinmi deb o'zlarining savollarini beribdilar. O'zi umuman tanadagi o'sha siz aytib o'tgan ishlar qaysi a'zolar bilan bog'liq ekanligini qanday qilib biz oddiy xalq ajratib olishimiz mumkin? Albatta. Ba'zi bir buyrak kasalligida ishlar bo'ladi, lekin shuni esdan chiqarmasligimiz kerakki, jamiki ishlar buyrak bilan bog'liq bo'lmaydi. Umuman insoniyatda shishga sabab bo'luvchi 10 dan ortiq kasalliklar mavjud. Shulardan bittasigina buyrakka bog'liq bo'lgan ishlar hisoblanadi. Endi bu yerda mana bemorlarimizda o'ziga xos, ya'ni buyrakka xos nefrogen ishlar bo'ladi. Men boya oshxonada bir xamirni ko'rdim. Agar ruxsat bersangiz shu xamiringizdan foydalansam. Mana birinchi o'rinda buyrak kasalliklaridagi ishlar bizning qonimizda umumiy oqsil miqdorida kamayib ketishi bilan bog'liq bo'lganligi uchun buni haligi oqsilsiz ishlar ham deb atashadi xalq tilida. Xuddi mana shu xamirsimon ishlar bo'ladi. Keyin mana ishlarni mana qo'limiz bilan mana bosib ko'rganimizda bu ishlar joyiga yana qaytib qolmaydi. Bu o'sha buyrak kasalligining belgisi. Ya'ni yumshoq xuddi bo'lishgan xamiriga qo'l barmoq kiritganday xamirsimon ishlar bo'ladi. Ikkinchidan, buyrak kasalliklarida tanamizning barcha qismlarida, oyoqlarda, qorinda va qovoq va yuzlarda ishlar tengdaniga boshlanadi. Boshqa kasalliklarda aksincha oyoqdan boshlanib yuqoriga ko'tarila boshlaydi. Tushunarli. O'tirganda oyoq ishishi, masalan, o'sha samolyotlarda ko'p o'tirib qolganda yoki bo'lmasa stullarda ko'p o'tirib qolganda oyoq shishishi, bu ham o'sha siz aytayotgan kasalliklarning belgisimi? Ana shu siz aytayotgan holatdagi ishlar aniq buyrak kasalligining belgisi emas. Bu ko'proq o'sha oyoqlardagi vena qon tomirlarining va limfa tomirlarining bosilib qolishi oqibatida paydo bo'ladigan, ya'ni qon tomir tizimi bilan bog'liq bo'lgan ishlar. Bu buyrakka aloqasi yo'q. Qarang, har birimiz o'z salomatligimizga e'tiborli bo'lib, tibbiy savodxonligimizni oshirib borsak, biz to'g'ri mutaxassisga murojaat qilishimiz va o'sha muammoni voqliroq oldini olishimizga muvaffaq bo'lar ekanmiz. Agar shu oyoqlar shishini buyrakdan deb o'ylab yurib
qo'shnimizdan eshitib olgan dorilarni ichib yurish orqali ham biz yana buyrakka ortiqcha bir yuklama tashlab qo'yishimiz mumkin ekanda. Juda to'g'ri savol berdingiz. Har qanaqa ishni ketkizish uchun o'sha qo'zi aytmoqchi qo'ni qo'shnidan, tanish bilishdan peshob haydovchi dorilarni qabul qilib yurishadi ba'zi bir bemorlar. Bilib qo'yinglar, buyrak kasalliklarini davolash standartida peshob haydovchi dori vositalari yo'q. Xuddi mana boshlovchimiz aytganlaridek, shish paydo bo'lgan joyda shunchaki peshob haydaydigan dori vositalarini qabul qilib ishni yo'qotib yuborish bu buyrakka qo'shimcha yuklama bo'ladi xolos. Bu kasallikni davolab qo'ymaydi. Endi muxlislarimiz nima qilish kerak shu yerda? Xuddi menga aytgan, men ta'riflagan ishlar yuzaga keldimi? Peshobiga e'tibor berish kerak. Odatda bizni buyrak kasalliklarimizda peshob orqali oqsil chiqib ketadi. Mana shu oqsil chiqib ketayotganligi uchun qonda oqsil kamayib ketib, mana bunday xamirsimon ishlar paydo bo'ladi. Shuning uchun bemorlarimiz peshobigalariga e'tibor bersa, agar peshob ko'pirayotgan bo'lsa, biz bilamizki, albumin ko'piradi, ya'ni oqsil ko'piradi. Peshobimizda agar juda katta miqdorda ko'pirishni ko'radigan bo'lsak, albatta nefrolog mutaxassisga murojaat qilishimiz shart. Bu to'g'ridan to'g'ri o'sha buyrakka bog'liq bo'lgan ishlar hisoblanadi. Yana bir muxlisimizdan savol kelgan, tunda tez-tez peshobga chiqish nimadan dalolat? Bemorlarimizda bo'ladigan eng ko'p shikoyatlardan biri tunda peshobga chiqish bu sog'lom bemor bo'lmagan insonning shikoyati emas. Sog'lom holatda, mana sog'lom odamlar kechasi peshobga chiqish kerak emas. Kechasi peshobga chiqdimi, albatta bu yerda bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda bo'lishi mumkin mana. Ko'p tarqalgan varianti bu o'sha mana qovuqlarda va peshob yo'llarining infeksion shamollashi tufayli bemorlarimiz kechasi bir necha marta peshobga chiqishadi. Bunda peshobga chiqish og'riqli, achish bilan kechadi. Bu o'sha qovuq va peshob yo'llaridagi infeksion kasalliklarning oqibati, ya'ni sistit, uretitlarning belgisi hisoblanadi. Endi hech qanaqa og'riq yoki hech qanaqa bir achish bo'lmasdan, siydik rangi o'zgarmasdan tunda peshobga chiqish bo'ladigan bo'lsa, bu shu bilan birga siydik miqdori ko'payib ketadigan bo'lsa, bu bevosita buyrak faoliyatining buzilayotganligining ilk belgilari bo'lishi mumkin. Ko'pchilik o'ylaydiki, mana buyrak, mabodo mana buyraklarimiz ishlamay qolsa, peshob kelmay qoladi. Yo'q, unaqa emas. Buyrak faoliyati buzilib borgan sari surunkali buyrak kasalliklarida, surunkali buyrak kasalligi avj olib, buyrak faoliyati buzilib borgan sari bemorlarimizda peshob miqdori ko'payib boradi. Yana qaytarib aytaman, peshobning kechasi og'riqsiz ko'p kelishi bevosita o'sha surunkali buyrak kasalligi, ya'ni buyrak faoliyatini susayishining ilk belgisi hisoblanadi. Tushunarli. Yana bir narsani so'ramoqchiman. Oxirgi paytlarda ortiqcha vazndan xalos bo'lish maqsadida kun davomida 3 litrgacha suv ichish urf bo'lib boryapti va shunday holat bo'lishi mumkinmi? Men suvni ko'p ichganim uchun ko'p tashqariga chiqyapman deb yuqorida siz aytib o'tgan holatni adashtirib qo'yishimiz ham mumkinmi? Bunda qanday bir bilsak bo'ladiki, yo'q, bu haqiqatan ham suvni ko'p iste'mol qilayotganimizning natijasi deb. Qanday bilsak bo'ladi? Avvalambor diyetologlar bu tavsiyani juda ham to'g'ri berishgan. Avvalambor ko'p suyuqlik ichish buyrakka zarar emas. Ikkinchidan o'sha diyetologlar ko'pincha o'sha kunning kunduz qismida o'sha suyuqlikni ichish tavsiya qilishadi. Endi ko'p suyuqlik ichgandan keyin albatta kechasi qo'shimcha bir marta peshobga chiqish bo'lishi mumkin yana. Lekin ko'p suyuqlik qabul qilish sog'lom inson uchun hech qanaqa zarar emas. 3 litr emas, kerak bo'lsa undan ko'p suyuqlik qabul qilsa, buyuragimizga ham, yurak qon tomir tizimiga ham albatta faqat foyda bo'ladi. Boyaga haligi kutilayotgan natijaga ham erishishimiz mumkin ozish masalasida. Chunki biz bilamizki, organizmdagi metabolik jarayonlarda suv juda muhim ahamiyatga ega. Chunki o'sha metabolik jarayonlar qanchalik ko'p bo'lsa, qanchalik tez bo'lsa, shunchalik odamda energiya ko'p ketadi va odam tetik yuradi va shu bilan bir qatorda o'sha ozishga ham erishish mumkin. Bilib bilmas dorilarni ichib yuradigan odamlar ko'pda, bilishadi uni ziyoni yomon. Qolaversa, bu dorilar bilib bilmas ichgan dorilar vaqt kelib buyrakka ham ta'sir qilishini bilishadi. Ularga nima degan bo'lardingiz? Bu ham biz hozir umuman nafaqat biz yurtimizda, butun dunyoda eng muammo bo'lib turgan narsa aynan yallig'lanishga qarshi bir qator preparatlar. Bu degani o'sha haligi yuqori nafas yo'llarining o'tkir shamollashlarda ichiladigan bir qator dori vositalar bor. Bu yallig'lanishga qarshi vositalar deyiladi. Mana shu vositalar bilib qo'yinglar, katta qismi dozasi oshirib yuborilganda nefrotoksik, ya'ni buyrakning parenkimasiga, oraliq to'qimasiga ta'sir qiladigan xususiyatga ega. Bu ham klinik amaliyotda
yetarlicha uchrab turibdi. O'sha dori vositasini ko'p ichib qo'yishadi. Mana bir dorini qabul qildi, isitma tushmadi. Yana qo'shimcha ichadi. Ertasiga yana ichadi va shu dorini keragidan ortiq ichib qo'yishi oqibatida mana shu buyraklarning ham parenximasi, ham oralik to'qimasining shikastlanishi paydo bo'lib, o'sha bemorlar bizga murojaat qilishadi. Bular ko'pincha peshobni qizarib kelishi bilan, peshob kelishini kamayib ketishi bilan, o'sha haligi bundan tashqari peshobni loyqalashga murojaat qilishadi ko'pincha. Ijtimoiy tarmoqlarda ham dorilar ham bevosita shunday ta'sir ko'rsatadi. Albatta, o'sha og'riq Haddan qoldiruvchi ziyod. dorilarni ham haddan tashqari ko'payib ketishi, ya'ni miqdorining oshib ketishi albatta boya aytganimdek nefrotoksik, ya'ni buyrak parenximasiga zaharli ta'sir qiluvchi xossaga ega. Endi dori haqida bo'lyapti, shuning uchun o'shani ham so'ramoqchi edim. Ko'pchilik insonlar o'sha jigarni asrash uchun turli xil qo'shimcha dori darmonlardan foydalanishadi. Ular ham buyrakka ziyoni bormi? Ya'ni Yo'q. biologik faol moddalar haqida ham bilib gapirib qo'yib, ketsin. siz aytayotgan dori vositalar mana jigar uchun ishlatiladigan, jigarni saqlaydigan dori vositalar ko'pincha bu tabiiy giyohlardan tayyorlangan dori vositalar bo'ladi. Jigarni himoya qilgan, mana flavonoidlar guruhiga kiradi. Flavonoidlarga guruhiga kiradi ko'pincha. Bu dori vositalar mana tabiiy giyohlardan tayyorlangan bo'ladi. Bu vositalar jigarga foyda qilyaptimi? Jigarni tozalayapti, o't haydayapti, ichaklari yurishtiryapti. Shu bilan bir qatorda buyraklarda ham ko'ptokchalarda ish faoliyatini kuchaytirib, peshob yo'llaridagi tuzlarni haydab, buyrakka ham foyda qiladi. Ro'za biologik- tutish buyraklarimizga qanchalik foydali? Badlarchi? Mayli, so'rang, Mayli, batlar. agar birinchi savollarga javob bersam, endi biologik aktiv moddalarni ham ma'lum bir kasalliklarga yo'naltirilgan bo'ladi-da. Mana shu buyrak kasalligiga yo'naltirilgan biologik aktiv moddalarni faqat shifokor tomonidan tavsiya qilingandan keyin buyrak kasallari qabul qilishimiz mumkin. Endi agar shifokor tavsiya qilmaydigan bo'lsa, u bad yoki hech qanaqa foyda bermasligi mumkin. Biz bilamizki, o'ziga yarasha bu haligi nima desam ekan, iqtisodiy ahamiyati ham bor. Chunki agar u bad foyda qilmasligi mumkin yoki bo'lmasa ma'lum darajada zarar qilishi ham mumkin. Shunaqa savollar bo'ladi bemorlar tomonidan. Foydasi ham yo'q, zarari ham yo'q bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi Shunchaki mumkin. kirib, shunday chiqib Endi ketyapti. iqtisodiy zarar bo'ladi. Iqtisodiy zarar Chunki biz bo'ladi. mana bizni surunkali buyrak, ayniqsa surunkali buyrak kasalliklarimiz bilib qo'yinglar, o'sha dori darmonga muhtoj kasallar bo'ladi. Shuning uchun qo'shimcha dori tavsiya qilish ancha o'ylab tavsiya qilish kerak. Shuning uchun Mutaxassis. men badlarni faqat mutaxassis ruxsati bilan qabul qilishni tavsiya etgan bo'lar edim. Endi Shuhrat akam savoliga javob beradigan bo'lsam, ro'za tutish sog'lom odam uchun hech qanaqa zarar qilmaydi va boya aytib o'tganimdek, ro'za tutgan paytda mayli to'g'ridan to'g'ri o'sha buyraklarimizga yuklama bo'lmasligi uchun og'iz ochgan vaqtda bu suyuqliklarni iloji boricha ko'proq ichishimiz kerak. Mana misol oddiy suv bo'ladimi yoki sharbatlar bo'ladimi yoki ko'k Damlamalarmi? choy, qora choy, har xil damlamalar bo'ladimi? Suyuqlikni qancha sog'lom odam qabul qilsa, shuncha zarar. Bu 3 litr eng Foyda. minimal miqdor. Undan ham ko'proq ichishimiz mumkin. Shunda o'sha kunduzi bo'ladigan yuklamalar ancha oldini olgan bo'lamiz. Endi bemorlar masalasiga kelsak, odatda o'tkir buyrak, ya'ni yaqinda paydo bo'lgan o'tkir buyrak kasallar bemorlarimiz, o'tkir buyrak kasalliklariga chalingan bemorlarimiz va surunkali buyrak kasalligini qo'zish davrida bo'lgan bemorlarimizga biz ro'za tutishni vaqtincha demay to'xtatib turamiz. Lekin surunkali buyrak kasalligi juda ham terminal bosqichga bormagan bo'lsa, surunkali buyrak kasalligining ilk bosqichlarida bo'ladigan bo'lsa, ana u kasalliklar remisiyaga tushgan, ya'ni qo'zimay turgan davrda biz ro'za tutsangiz bo'ladi deymiz. Nimaga? Ular bemalol suyuqlik qabul qilishi mumkin. Undan tashqari biz bilamizki, bu yerda juda ham qiziq holat bor. Buyuragimizning asosiy vazifasi biz yeb ichgan oziq-ovqatlarimizdan paydo bo'lgan qoldiq azotni, mochevinani, boshqa zaharlarni chiqarib olishga yordam beradi. Ro'za paytida o'sha bemorlarimiz ro'za tutgan paytda o'sha ovqatlanmaganligi uchun, kam ovqatlanganligi uchun organizmda tabiiyki qoldiq azot, mochevina asoslari kamroq paydo bo'ladi. Bu paytda buyraklarimiz ancha dam oladi. Odatda ro'zadan keyin kelgan surunkali buyrak kasalliklarimiz bir qadar laborator tahlillari yaxshilanib qolgan. Ro'za demak, bizning buyraklarimizga biroz dam olishga imkoniyat berar ekan. Yana bitta narsani so'rab olay, internet tarmoqlarida ko'rganman, ijtimoiy sahifalarda svikla deydi-yu, Qizil lovlagi? Qizil lovlagini olma bilan birgalikda suvini ichsa ham buyrakka foyda deb eshitdim. Shu ham to'g'rimi? Tabiiy vositalarda. Boya tavsiflaganimdek, har qanaqa eritma, har qanaqa damlamalar, sharbatlar buyrakka foyda beradi. Tushunarli. Tushunarli. Doktor. Mana shu buyraklarni sog'lom bo'lishi uchun kundalik hayotimizga yana qanday tavsiyalarni berardingiz? Yana nimalarga ko'proq e'tibor qaratishimizni so'rab qolardingiz?
Albatta, birinchi o'rinda buyraklarimizni sog'lom saqlashimiz uchun o'sha kundalik suv ratsionini esdan chiqarib qo'yishimiz kerak emas. Iloji boricha ko'proq suyuqlik ichaverish kerak. Nafaqat sog'lom odamlar, bemorlarimiz ham faqat bitta holatda suv cheklaymiz. Agar mabodo bemorlarimizda qandaydir kasallikka ko'ra, ya'ni buyrak va yurak kasalligiga ko'ra shish paydo bo'lgan joydagina biz suyuqlik cheklaymiz. Boshqa hamma vaqtda bemalol suyuqlikni ichishimiz kerak bo'ladi va o'sha kundalik ratsionni kamaytirishimiz kerak emas. Ikkinchi o'rinda o'sha tashqaridan bizning organizmga kirib qoladigan infeksiyalarni oldini olib turishimiz kerak. Ya'ni o'sha haligi yuqori nafas yo'llarining shamollashlari bo'ladimi, gripp virusi bo'ladimi, boshqa bakteriyalar bo'ladimi, o'sha infeksiyalarni iloji boricha organizmga yo'liqtirmasligimiz kerak bo'ladi. O'sha infeksiyani yo'liqtirmaslik uchun biz ko'proq suyuqlik qabul qilishimiz kerak. Va sog'lom turmush tarziga rioya va qilishimiz sog'lom turmush amal qilishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan bir qatorda har qanaqa holatda, har qanaqa jamiyatda sovuq havodan, nam havodan iloji boricha o'zimizni asrashimiz kerak. Bugungi suhbatimizda xulosa qiladigan bo'lsak, biz o'z salomatligimizga e'tibor berishimiz uchun albatta o'sha peshobga ham muhim ahamiyatga kasb ekanligini bilib, e'tibor berib turishimiz kerakligini yaxshi tushunib oldik. Bugungi ishtirokingiz uchun juda ham hayotiy tavsiyalar uchun minnatdorlik bildiramiz. Oyda hayot lay dasturi bilan boshlangan kuningiz a'lo kayfiyatda o'tadi degan umiddamiz. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Oydin hayot live dasturi davom etadi. Biz O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, yozuvchi Xoliyor Safarovni mana studiyamizda qarshi oldik. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Va alaykum assalom, Xoliyor, xush kelibsiz studiyamizga. Mana kitobni endi men birinchi marta ko'rib turganim uchun men uchun yangi kitob, lekin bu kitob o'tgan yili chop etilgan ekan va kitobni olishim bilan o'zi to'g'risini aytsam, kecha mana shu kitob haqida xabar eshitganimdayoq onamning yolg'onlari degan o'sha sarlavhasini eshitganimdayoq gap nimada ekanligini yaxshi tushunganman, adashmasam. Lekin bu haqda o'zingizdan eshitsak. Onamning yolg'onlari. Maylimi, shu o'rinda men ham sizga savol bersam. Siz yolg'on ona sifatida yolg'on gapirmaysizmi bolalar? Gapiraman. Rahmat. Xuddi shunday, bu onamning yolg'onlari kitobi hikoyalar to'plami o'tgan yili chop etildi, Ochuv nashriyotida. Nega onamning yolg'onlari? Menga eng ko'p berilgan savol aynan mana shu. Va javobim doim bir xilki, onalar shunday bir beg'ubor, samimiy, bir mehribon, buyuk zot bo'lishlariga qaramasdan, yaxshilik uchun, farzandlarining kamoloti uchun, oilasini bir qo'rg'oni, bir himoyachisi bo'lishi uchun ba'zida yolg'on gapirib turadilar. Xoliyor farzandlarining ko'ngli uchun ham. Albatta, farzandlarining ko'nglini o'ksitmaslik uchun. Endi o'zim psixolog bo'lganim uchun bu narsaga ko'p ahamiyat beraman. Farzandimning o'ziga bo'lgan ishonchi tushib qolmasin. Farzandimning o'zini baholasi pastlab qolmasin, uni ko'ngli o'ksib qolmasin deb ham yolg'onlar ishlatishimizga to'g'ri keladi. Oddiy misolni aytaylik. Mana bugungi kunda masalan, deylik farzandimiz 2 bahoga o'qiyapti. Uni bahosi 3 ga ko'tarildi. Sen yaxshi o'qiyapsan deymiz. U hali 3 yaxshi baho emas-ku. Lekin mana shu rag'bat, zamonaviy tilda motivatsiya bolaga. Xoliyor, mana shu o'rinda xalqaro bir mashhur bir voqea esimga tushdi. Einstein haqida voqeani bilasiz, a? Einstein maktabda o'qigan paytida o'qituvchisi shunday xat yuboradi onasiga. Sizni farzandingiz sog'lom, aqli sog'lom bolalar bilan o'qiy oladigan darajada emas. Bu bolani aqli zaif maktabga bering degan xatni o'qib turib, onasini ko'z yoshlarini kuzatib turib so'raydi bolakay. Nima deb yozibdi ona desa, sen sinfdagi eng a'lochi, eng aqlli bola ekansan, sen u maktabda o'qish darajang yuqori ekan, shuning uchun seni boshqa maktabga olib o'tamiz deb, bu onaning so'zlari edi. Xuddi shunday. Mana shu onamning yolg'onlari hikoyasi respublikamizning bir 2-3 ta nashrlarda, gazeta, jurnallarda chop etildi. Qolaversa, mana shu Rossiya davlatida, Turkiya, Ozarbayjonlarda ham e'lon qilindi va har doim bir yaxshi munosabatlar oldim. Chunki onalar mavzusi baribir eng yoqimli mavzu, onaning yomoni bo'lmaydi va onalar baribir biz uchun qiziq va bir sirli bir olam. Ona qalbini anglash qiyin va shu bilan birgalikda juda oson hamdir. Mana shu ma'noda shu onamning yolg'onlari hikoyasida bir 10 dan ortiq yolg'onlarni ishlatganman, foydalanganman. O'zingizga nisbatan ishlatgan yolg'onlarmi ular? Obrazlarda, bu mening hayotimda emas, kuzatuvlarim asosida. Mana misol, sovuq kunda bemor bo'lib isitmalab qolgan bolasini ona
yugurib tabibga olib ketadi. Qishloq sharoitida yashayotgan ona vrachga bora olmaydi. Vrach chunki bir o'nlab kilometr uzoqda yoki bir skori tez yordam chaqirishni imkoniyati ham yo'q. Chaqirganingiz bilan yetib kela olmaydi qorda. Shunda ayol shundoq ustiga bir kiyimini tashlaydida kalish bilan yugurib tabibnikiga chiqib ketadi. Endi bilasiz, qishloq sharoitlarida uylar ancha uzoqda borganida oyoqlari, tovonlari qizarib, ko'karib ketgan edi. Va shu darajada qaltirab qolgan edi, lekin u o'zini shu darajada qaltirab saqotib ketganini bilmasdi ham ona. Shu bir o'g'lini ko'tarib, ikkinchi yosh kattaroq o'g'lini yetaklab borgan. O'shanda tabib ko'rib, "Yanga" dedi, "Sal o'zingizga bir oyoqlaringizga kiyib yursangiz bo'lmasmidi?" debni ko'rib qoladi, ham uni paypog'ini, tovonlari yirtilib ketgan ekan. Bu shunda ona nima deydi? Kechirasida mana shu bolamga ovora bo'lib shoshilib chiqib ketibman deydi. Bu bir hisobga aslida to'g'ri gap. To'g'ri. Ikkinchidan u ichki sirlarni yashirdi. Uning turmush o'rtog'i bir mardikor ishlab yuradigan, ro'zg'origa orttira olmayotgan inson edi. Shu bahonada, ona bahonasida ham u mehrini ko'rsatdi, ham oilasini sir asrorini yashirib ketdi. Va tabibdan bolasini sal o'ziga keltirib qaytayotganida endi bolasi yaxshilandi-ku. Endi uyga qaytayotganida yonida ergashib kelayotgan o'g'lini ko'rdi. U saqotib ketyapti. Shunda ustki kiyim jenfirini olib o'g'liga kiydirib qo'ydi. O'zi keyin desa, "Yo'q, men o'zi bilasan-ku, yursam qizib ketaman" dedi. Qanday sovug'ida qizib ketish mumkin? Keyin boshidagi ro'molni ham kichkina qo'lida ko'tarib turgan bolasiga o'ralgan, o'rab chirmalagan. Bu saqotib ketdi, to'g'rimi? Boya uni shoshilib bunga e'tibor bermagan. Endi o'zini boshidagi ro'molni buni boshiga o'rab qo'ydi. "Men boshlarim qizib ketadi" dedi. Va yana bir yolg'onlar ishlatadiki, o'sha kechasi ona istimalab chiqadi-da, o'zi istimalab, bolasi sog'aydida o'zi istimalab qoldi. Shunda ertalab uyg'onganda o'zini harorati balandligidan katta o'g'li, boya tabibga birga borgan o'g'li, "Oyi, sizga nima bo'ldi?" desa, "Bilasan-ku, men yaxshiman. Kechasi bilan" dedi, "bir ovora bo'lganimda uyqum qochib ketadi. Shu terlab ketaveraman, lekin hammasi yaxshi" dedi. Qarang, hamma vaqtda, hamma sharoitda o'zini yolg'onlar orqali bolalarning ko'nglini o'ksitmaydi. Ularni dadasi misol uzoqda ekanligini yashirib, ro'zg'ordagi yo'qchiliklarni yashiradi. Hatto o'shanda tabibga beradigan puli yo'q edi. "Uzr, shoshib olmabman pulni" deydi. Aslida uyda uni puli yo'q edi. Mana shunday bir yolg'onlardan iborat Shu hikoya. o'rinda O'tkir Hoshimov asari asosida olingan video film hozir esimga tushdi. Dunyoning ishlari. Ha, esingizda bormi? O'sha qo'shni xotin chiqib ko'zingizga nima qildi, ko'karibdi desa, o'tin qilayotib, yog'och quruq ekan, ko'zimga tegib ketdi degan. Albatta, bu yerda ham ona iztirobdan yig'laydi-da. Iztirobdan yig'laganida, "Oyi, yig'layapsizmi?" desa, "Yo'q" deydi. "Men o'zi ba'zan mana shu sovuqda, qorda ko'zim yoshlanadi" deydi. Shunaqa deydi. Keyin masalan bozorda yurganida uf tortadi-da ona. Nega uf tortadi? Mana shu narx-navodan, uni olishga, ro'zg'orga kerak narsalar. U juda qimmat ham emas, lekin uni puli yo'qligidan uf tortganda, "Men o'zi bozorda siqilib ketganimda uf tortaman" deydi. Pulimiz yo'qligidan demaydi. Qarang. Xolos, shu o'rinda sizga shaxsan bir savolim paydo bo'ldi. Biz onalarimiz bizni o'ylab, biz haqimizda qayg'urib yolg'on so'zlashlarini yoshimiz katta bo'lganda tushunamiz. Siz ham mana shu yoshga kelib tushundingizki, mana shu kitob yuzaga keldi. Mana shu haqiqatni anglab qolishingiz sizga nima berdi shaxsan o'zingizga? Men bunda har bir ishda hikmat bor deydi. Bu yolg'onlarning hikmatini topdim deb bilaman. Chunki bu yolg'onlar ortida yaxshilik bor. Zero shu hadislar ham bor. Yaxshilik uchun ishlatilgan yolg'on bu gunoh emas. Mana shu onalarni bir o'zbek ayolini donishmandligini ko'raman bu yerda va o'zbek onaga xos bo'lgan bir fazilat deb bilaman bu yolg'onlarni. Xoliyor, endi bu kitobdagi obrazlar o'sha siz kuzatuvlaringizda to'plangan obrazlar hisoblanadi. Siz o'zingizni onangizda qanday yolg'onlarni aytgan bo'lardingiz? Endi men ko'zimga yosh keladi onam yolg'onni aytsam, chunki men onam saraton kasalligidan olamdan o'tgan. Va eng dahshatli voqelik saratonni hech kimning boshiga tushmasin. Va onamni vafot kundan kunga mana gul qanday so'ladi, daraxt qanday qurib to'kiladi, barg qanday qurib yerga to'kiladi. Onamni mana shu holatda qurib, eti suyagiga yopishib, olamdan o'tganligini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Hattoki o'sha paytda ham onalar, "Men yaxshiman o'g'lim, ishga ketdi." Shuni aytmoqchi edim-da. Mana ertalab ko'ramiz, kechagidan bugun onam undan-da yomonroq. Bilib turibsiz, "Ona yaxshimisiz?" desak, "Ha, yaxshiman, sizlar maktabingga boraveringlar" dedi. Lekin biz bilib turibmiz yaxshi emas, lekin onam doim joylari jannatda bo'lsin, "Men yaxshiman, bolam, sizlar maktablaringga boringlar" dedi. Biz o'qishga borardik. Bu
yana bir hayotni achchiq haqiqati mana shundan iborat. To'g'ri haqiqatni gapiryaptilar Xoliyor. Chunki siz aytgan narsa o'zimni ham hayotimda bo'lgan. Meni ham rahmatli onam saraton kasalligidan olamdan o'tgan bo'lsalar, o'sha og'ir bo'lsalar ham, o'g'lim men yaxshiman, ishingga boraver, ishingni bitiraver. Bolalaring yaxshi, hammasi joyida. Sen tinch bo'lsang, men tinchman deb yolg'on aralashtirib ishga ham jo'natgan paytlari bo'lgandi. Mana shu onalarni mana shunday rag'batlari ishonch berar ekan. Men yaqinda bir voqeani o'qib qoldim. Abdulqodir Jiloniy hazratlari bor. U kishi ilm talabida, yoshligida ilm safariga ketganlarida onalari kiyimlarini yoqasiga bir ikkita tilla tanga tikib qo'yadi va o'g'liga aytadiki, hech qachon yolg'on gapirmagin bolam deydi. Bu endi onaning so'zi uning uchun bir shior. Yo'lda endi bilasiz, u vaqtlar yo'llarda karvonlar qaroqchilar tomonidan bir to'siqlarga uchragan. Ularning karvonini qaroqchilar talar ekan. Abdulqodir Jiloniy hazratlari ketayotgan karvonni. Shunda nimang bor desa, tilla tangam bor deydi. Keyin ular hayron qoladi. Odatda talonchiga yo'liqqan odam yolg'on gapiradi. Xudo haqqi hech narsam yo'q deb yolg'on gapiradi. Lekin u bola yoqamda tikilgan tanga bor deydi. Keyin ular bir mutaassir bo'ladi. Bunaqa javobni kutmaydi va qaroqchilarning boshlig'ini oldiga olib borar ekan. Bu bola shunday deb aytdi desa, nega to'g'risini aytding deydi. Unda aytadiki, men mana shu ilm safariga chiqayotganimda onam menga aytgan, bolam hech qachon yolg'on so'zlamagin. Men onamga bergan va'damni o'zimning jonimdan ustun ko'raman deydi. Va o'shaning uchun rostini aytdim deganda, bilasizmi, qaroqchilar boshlig'i nima qilgan ekan? O'ylagan ekan. Biz Alloh yo'lida bir Allohning shukronasini qilmasdan Alloh yo'lida biz yolg'onlar, g'azablar, zulmlar o'tkazyapmiz. Bu beg'ubor go'dak bizga ibrat ko'rsatib qo'ydi-ku deb o'sha karvonni talamagan va bundan keyin talonchiligini to'xtatgan ekan. Va endi Allohning inoyatini, Robbimizning chevarligini qarangki, o'sha yosh go'dak, ibrat bergan go'dak vaqti kelib Abdulqodir Jiloniy hazratlariga aylangan. Ko'ryapsizmi? Bu yerda ham onani roli bor-da. Baribir biz istaymizmi, yo'qmi, bu hayot bor ekan, biz onalar ko'rsatgan ibratlar orqali, hikmatlar orqali bir yo'llarimizni topamiz. Hatto buni ulug'lar, ajdodlarimiz ham isbotlab ketishgan. Xoliyor, agar onangizni biror bir gulga qiyoslang desam, qaysi gulga qiyoslagan bo'lasiz? Gulga? Gulga. Onamni gulga qiyoslay olmayman. Guldan ulug'roq turadi onam. Onaning qiyosi gulga, bilmadim. Gullar onani ko'rsata olmasa kerak. Xoliyor o'zi aslida onadan boshqa narsaga qiyoslash mumkinmikan? Yo'q. Yo'q. Hatto uni otaga qiyoslab bo'lmaydi. Onaning qiyosi yo'q-da, uni Onaning hech narsaga qiyosi o'xshata yo'q. olmaymiz, uni hech narsa bilan tushuntirib bera olmaymiz, uni hech narsa bilan ta'riflab bera olmaymiz. Mana shu ta'riflay olmasligimizni sababi aslida biz onalarimiz borliklarida ularga keraklicha e'tibor bermasligimizda emasmikin? Yaqinda bir suhbat bo'ldi, o'zimda ham shu narsa boshimdan o'tgan. Buvim rahmatlik o'tganlarida shu gapni hammamiz bir ovozdan gapirdik. Voy, biz buvim hech qachon o'lmaydilar. Ular doim abadiy shu xonadonda har doim o'tiradilar. Biz qachon borsak shu yerda duo qilib o'tiradilar deb o'ylarkanmiz degan bir insight bo'lganda. Yaqinda bir mana shu o'zi Odam hayot live dasturi ijodkorlaridan ma'mur qizlarimizdan bittasi bilan ham suhbatlashib qolganimda, ular ham xuddi shu gapni gapirdilar. Onalarni o'ladi deb o'ylamas ekanmiz. Onam o'ladi deb hech kim o'ylamaydi deydi. Va mana shu narsa bizni onalarimiz tirikligida, yonimizda borliklarida ularga yetarlicha e'tibor bermaganimizdandir balki. Agar yaxshi o'rgangan bo'lganimizda, bilganimizda Biz barchamiz bandamiz va xomsut emgan bandalarmiz. Biz vaqtida anglamaymiz ko'p narsalarni. Zero jumladan onalarni ham vaqtida qadriga yeta olmaymiz. Otalarni ham. Hatto biz sog'ligimizni qadriga yetmaymiz, sog'lom vaqtimizda vaqtning qadriga yetmaymiz. Biz doim mana shunday kechikib yuradigan bandalarmiz. Biz qachonki yo'qotsak keyin qadriga yetamiz. Bor narsaning qadriga yetmaymiz biz hech qachon. Bu odamzodning shu tiyinatida shu bir nuqson bor deb bilaman. Lekin ana shu narsani imkon qadar kamaytirish uchunmi, o'ziga xos bir isloh qilish uchun bo'lsa kerak, mana shunday suhbatlar, mana shunday kitoblar dunyoga kelaveradiki, bizdan keyingi yosh avlodga hey, men qilgan xatoni sen qilmagin yoki men anglagan narsani sen vaqtliroq anglagin degan bir hayqiriq bo'lsa kerak. Albatta. Rahmat. Shuhrat,
Nima ham derdik? Haqiqatan ham aziz teletomoshabinlar, mana shunday yolg'onchi onalarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Ularning yolg'oni albatta farzandini yaxshi bo'lishiga, uni kelajagiga ataladigan yolg'onlardek. Bu yolg'onchi deganingiz albatta qo'sh tirnoq va Qo'sh tirnoq ko'chma ichida-da, ma'noda. yaxshi Albatta ma'noda. onalarga qancha ta'rif bersak, qancha izozlasak oz, chunki yuqorida aytganimdek, ularni biz qancha yaxshilik qilamizmi, xizmat qilamizmi, ularni mehnatlarini ado eta olmaymiz, roziliklarini. Hatto o'sha rivoyat bor, mana shu Ramazon kunlarida suhbatlashyapmiz. Mana shu muqaddas Ka'batullohni ziyorat qilib yurgan sahobalardan biri onalarni yelkalariga ko'tarib tavof qildiribdi. Va men onamni roziligiga erishdimmi degan savol bilan payg'ambarimiz oldilariga borib so'raganda yo'q degan ekanlar. Sen mana shunday bir onangizni yelkangizga ko'tarib tavof qildirish orqali onangiz sizga homilador vaqtida bir nafas olib, nafas chiqargan vaqtidagi zahmatlarini hali oqlamadingiz degan. Buni qarangda, bu qanday onali rizoligiga erishish qanchalar murakkab. Lekin ajdodlarimizda, mana shu islom olamida ona rizoligiga erishganlar ko'p. Shayx Uvays Qaraniy misol uchun shunday zotlardan biri va qolaversa bizga ibrat bo'ladigan mana shu buyuk ajdodlarimizni hayotiga qaraydigan bo'lsak, hammalari avvalo ota-ona rizoligi bilan mana shunday yuksak martabalarga erishgan zotlardir. Ilohim qaysi darajada bo'lsin, biz onalarimizni roziligiga erishguvchilardan qilsin deymiz. Shuni niyat qilamiz, shuni so'raymiz va shunga harakat qilamiz va o'tganlarni Alloh rahmat qilsin deymiz. Xoliyor, Shuhratjon va onalarimizning umrlari uzoq bo'lsin deymiz. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Bu haqda har kuni ham aytmasligimiz mumkin, lekin qalbimizda, yuragimizda, vujudimizda siz onajonlar. Onajon, men sizni juda ham sevaman. Xoliyor, rahmat kelganingiz uchun juda ham mazmunli suhbat bo'ldi. Biz ham mana shu kitobingizni mana endi bugun efirdan keyin sekin o'qib chiqamiz, to'g'rimi Barno? Kelganingiz uchun rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Onalar sog' bo'lsin doim. Rahmat. Demak, aziz teletomoshabinlar, bizni kuzatishda davom etishingiz mumkin. Bizda hozir qisqagina tanaffus. O'zbekiston telekanalida Oydin Hayot Life dasturi davom etadi. Bizning navbatdagi mehmonimiz Matluba Mirsolihova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Matlubaxon Xormay. Mehr bilan, bir o'zingiz ishtiyoq bilan nima tayyorladingiz? Shu haqda o'zingiz batafsil gapirib bersangiz. Siz endi ko'rsatuvimizda birinchi marta emas, siz avval ham kelgansiz. Shuning uchun yo'nalishlarni bilasiz. Navbat sizga beramiz, sizdan eshitamiz. Bu kokteylimizga banan qo'shdim, shokolad. Demak, kokteyl tayyorladingiz. Milkshake. Hop. Banan, shokolad, asal и греческий yong'oq. Asosida nima? Qatiqmi, sutmi, suvmi? Sut. Sutda tayyorladingiz. Sutda. Agar kim laktozani ko'tara olmasa, bunga boshqacha sutlar ham qo'shsa bo'ladi. Misol uchun mindalli sut qo'shsa bo'ladi. Bodom sutlarini qo'shsa bo'ladi. Har xil. Hozir endi retsepti taqdim etilyapti. Saharlik dasturxoni uchun kokteyl retsepti. Bitta dona bananmi? Bitta porsiyaga, bitta porsiyaga. Va Matlubaxon, nima uchun aynan bugun mana shu kokteylni tavsiya qilyapsiz? Hozir Ramazon oyi bo'lgani uchun odamlarga ko'proq shu ozgina vaqt ichida ko'proq vitaminlar, to'yimliroq ovqatlar, yana vitaminga boy bo'lgan, ko'proq minerallarga boy bo'lgan yemaklarni yeyish kerak-da. O'shaning uchun ham qorinni to'q tutadigan, ham vitaminlari ko'p bo'lgan milkshake tayyorlashga harakat qildim.
buni ichida sut, kim laktozani ko'tara olsa, agar boshqa alternativani ham qo'shsa bo'ladi. Asal, kim shirinlikni yaxshi ko'rsa, asalni qo'shsa bo'ladi, agar xohlasa qo'shmasa bo'ladi. Chunki banan bor, shokolad bor, buni o'zi shirinlik beradi. Yong'og'imizni hamma bilganidek miyani yaxshi ishlashga yordam beradi, ham to'qroq tutishga yordam beradi, foydali bo'ladi. O'shaning uchun shuni qo'shishga harakat qildim. Ko'proq saharli dasturxonida ichilsa, ancha foyda beradi. Oila davrasida oilangizdagi odamlar uchun bu kokteylni tez-tez tayyorlab berasizmi? Deyarli har kuni tayyorlab beraman. Har kun. Hamma sevib iste'mol qiladi. O'shanda boshqa kerakli, misol uchun un qo'shib tayyorlanadigan, organizmni metabolizmni sekinlashtirib qo'yadigan narsalardan ko'ra, shuni ichib ham orada boshqa oqsilga boy boshqa narsalar yeyishsa ham kun bo'yi o'zligini tetik his qilib, ham yaxshi kayfiyatda to'q qorin bilan yurishadi. Demak, buni o'sha asaldan allergiyasi bor insonlar ham bemalol iste'mol qilishi mumkin ekan, chunki asal olib tashlab, siz aytganingizdek, shokolad, qolaversa, bananni o'zini shirasi yetarli. Albatta, va bu bemalol ayta olaman, desertni ham o'rnini bosa oladi. Albatta. Desertni o'rniga ham shu kokteylni To'yimli ichsa bo'ladi. Bananni o'zi to'yimli. Va Shuhrat, nima deb o'ylaysiz? Siz masalan mana shu kokteylni o'zi bilan bir kun davomida ro'za tutsangiz qiynalib qolarmikinman? Sekin-sekin o'rgatsam, menimcha qiynalmasam kerak. To'yimli bo'ladi. Juda ham to'yimli bo'ladi. Juda ham yaxshi, juda ham foydali, juda ham oson, juda ham yoqimli bo'lgan kokteyl retseptini taklif qildingiz bugun Matluba. Buning uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Uy bekalariga esa yuqorida berilgan retsept asosida bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya etamiz. Matlubaxon, rahmat. Ishlaringizga omad tilaymiz. Studiyamizda xush ko'rdik. Rahmat. Kelganingiz uchun katta rahmat. Rahmat. Demak, aziz teletomoshabinlar, biz esa dasturimizni O'zbekiston Davlat filarmoniyasi xonandasi Fazilat Ahmedovaning chiroyli qo'shiqlari bilan davom ettiramiz. Qiz bolaga do'st bormi? Qiz bolaga do'st bormi? Qiz bolaga do'st bormi? Minnat bilmas ko'z bormi? Tanasi yo'q so'z bormi? Yigitga do'st topilgay. Qiz bolaga do'st bormi? Qiz bolaga do'st bormi? Minnat bilmas ko'z bormi? Bormi? Tanasi yo'q so'z bormi? Bormi? Yigitga do'st topilgay. Qiz bolaga do'st bormi? Qiz bolaga do'st bormi? Derlar qizning do'sti dugona, bo'yi yetsa u ham begona, umr bo'yi mayli bir dona. Qiz bolaga do'st bormi? Qiz bolaga do'st bormi? Fursat yelar ham nomardni ham mardni, 40 joniga hayot bergan bir shartni. Qizlar bilan bu hasratni, bu dardni. Qiz bolaga do'st bormi? Qiz bolaga do'st bormi? Minnat bilmas ko'z bormi? Bormi? Tanasi yo'q so'z bormi? Bormi? Yigitga do'st topilgay. Qiz bolaga do'st bormi? Qiz bolaga do'st bormi? Qodir yegam va iymon yana, ham do'st bo'lar ot
do'sti o'g'il qizi bo'lsin jon do'sti aytmasin hech qizlar shu so'zni qiz bolaga do'st bormi qiz bolaga do'st bormi minnat bilmas ko'z bormi bormi tanasi yo'q so'z bormi bormi yigitga do'st topilgay qiz bolaga do'st bormi qiz bolaga do'st bormi qiz bolaga do'st bormi qiz bolaga do'st bormi Rahmat. Mana Xush shunday kelibsiz. chiroyli qo'shiq uchun Rahmat. aytib o'tganimizdek O'zbekiston davlat filarmoniyasi xonandasi Fazilatxon Ahmedovaga Keling rahmat Fazilatxon. deymiz. Marhamat, Assalomu keling. alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat Fazilatxon. Kelibsiz, Fazilatxon. Assalomu alaykum. Juda ham go'zal qo'shiq bo'libdi. Juda ham ma'noli qo'shiq bo'libdi va o'zingiz ham ana shu qo'shiqni ma'nosiga mos juda ham chiroyli kuyladingiz. Rahmat. Avvalambor Fazilatxon studiyamizga xush kelibsiz. Bahor fasli, bayramlarga to'la fasl. Barcha bayramlar, qolaversa Ramazon muborak bo'lsin sizga. Va biz yaxshi bilamiz, san'atkorlar ayniqsa mana shunday bayramlar ko'p fasllarda, oylarda juda ham band bo'lishadi. To'g'ri. Shunaqami? Nima bilan ko'proq bandsiz hozir? Endi ayni vaqtda aytganingizdek 8-mart, keyin Navro'z, konsert tadbirlari, Birlarda. O'zi bahor o'zi bayramlarga to'la oy hisoblanadi. Albatta. Shuning uchun sizlarda ham tinim yo'q. Ko'pchilik yaxshi bilsa-da, yana bir ma'lumotni eslatib o'tmoqchiman. Fazilatxon Ahmedova O'zbekiston xalq artisti Elmurod Ahmedovning turmush o'rtoqlari. O'zi aslida bugungi ko'rsatuvimizga ularni er-xotin sifatida taklif qilmoqchi edik, lekin buni imkoni bo'lmadi. Turmush o'rtoqlari Latviyaga uchib ketyapti. safarga ketdilar. Yevropa safariga ketdilar. Yevropa safariga ham nima maqsadda ketdilar? Shuni o'zingiz ham aytib o'ting. Endi chet ellarda ham yurtimizda tadbirlar bo'lib o'tadi-ku, o'shanga Navro'z oldi. O'zbekistonda madaniyat kunlari, Navro'z Yevropaning qaysi tadbiriga davlatlariga? Latviyaga ketdi. Latviyaga, bitta Latviyani o'ziga. Ko'pga ketdilar? Endi 4 kunga. 4 kunga, ha, mayli. Tushunarli. Endi Fazilatxon mana shu studiyamizda bir kasbda bo'lib turib turmush qurgan oilalarni ko'pchiligini taklif qilganmiz, suhbat qurganmiz va ular o'z ibratlarida, o'z tajribalaridan kelib chiqib aytishadi va psixolog sifatida menga ham bu savolni berishadi. Ana shu savolni endi men hozir sizga yo'naltirmoqchiman. O'sha bitta kasb egalarining turmush qurishini o'ziga xos jihatlarini tajribangizdan kelib chiqib o'zingiz sanab o'tsangiz, qanday yutuqli tomonlari bor, qanday qiyinchiliklari bor, nima beradi ikkita kasb vakili turmush qurgan paytda? Endi agar yaxshi sizga ana do'st, yondosh bo'la olsa, turmush o'rtog'ingiz har qanaqa kasb bo'lsa ham baribir maslahat bera oladi deb o'ylayman. Hop. Endi bitta kasbda bo'lsangiz baribir katta foydasi tegadi. Ayniqsa men turmush o'rtog'imni o'zimni ustozim deb bilaman va oxirgi paytlarda haqiqiy ustozimga aylandilar. Chunki ular o'zlari sahnaga chiqqanda unchalik hayajonlanmaydi. Siz aytganingizda butun vujudi bilan ani qo'llab-quvvatlab turadi. Keyin ular baribir men endi o'ylayman mukammal maqomchi deb o'ylayman. Ularda juda ko'p narsa olaman ijroimda. Keyin ovoz zapiska tushganimda maslahatlar beradilar. Bu asarda ayt, bu asarda ayt deb. Yana masalan, u yoki bu maqsadga hozircha erisha olmayapsiz. Biror bir qiyinroq bir asarni kuylashda hali o'zingiz xohlagandek, ko'ngildagidek chiqmayapti-yu, shu bilan bog'liq xafa bo'ldingiz deylik, tushkunlikka tushib qoldingiz va kayfiyatingiz yo'qligi uchun uy ro'zg'or ishlaridan ham arazlab yoki qigiz kelmasdan tushkunlik holatida bo'lsangiz, shu san'atkor bo'lganlar uchun sizni tushunishlari oson bo'ladimi yoki tezlik bilan shu sizni jonlantiradigan, yana hayotga qaytaradigan so'zlarni bilib darrov sizni ishga solvoradilarmi? Endi ijroda bo'lsa, yo'q, ijroda o'tmayapti, ayta olmayapman demayman. Ular qaytanga urishib, shunaqa bo'lsa ham o'qigan odam deb ketadilar, o'rgatib.
endi masalan konsertlarda voy mana bu konsert qoldirilibdi yoki tadbirlarda bilasiz almashinuv bo'ladi yoki olib tashlashi mumkin sizni asaringizni. Men juda ham tushkunlikka tushib qolaman. O'sha payt shunaqa ko'nglimga qaraydilar, lekin o'zlari shunaqa xafa bo'ladi. Keyin aytadilar, meni olib tashlab, seni qo'yganda ham mayli dedi. Siz esa yo'q, mendan ko'ra siz aytganingiz yaxshiroq desangiz kerak. Yoki qanaqa bo'ladi? Fasilat, keling shu real voqelikni olib ko'raylik. Haqiqatdan shunaqa bo'lsa-yu, sizni olib tashlashsa, lekin o'sha turmush o'rtog'ingiz yo'q, meni olib tashlang, Fazilatxon ijro etadilar desalar, qanaqa yo'l tutgan bo'lardingiz? Yo'q. Imkoniyatdan o'zingiz aytgandirdim. Imkoniyatdan foydalanmasmidingiz? Bilmadim. Shunday voqea bo'lmagan-a hali? Yo'q, bo'lmagan. Tushunarli. Fazilatxon, sizdan avvalgi suhbatda siz tinglab turdingiz, yozuvchi Xoliyor Safarov bilan bo'lgan suhbatimizni. Bu yerda onalarni shirin yolg'onlari haqida gaplashib o'tdik. Siz onangizdagi qaysi yolg'onlarni aytgan bo'lardingiz hozir? Rosa ta'sirli bo'ldi suhbatinglar. Meni ham onajonim endi o't pufaklarini oldirib tashlaganda operatsiya bo'lib, onam 6 ta farzandlari bor, lekin hech biriga aytmagan ekanda. Keyin otam ikkalasi o'zlari borishgan, doktorga yotqizib, bir hafta umuman tusha olmadik. Nimaga ko'tarmaysiz desak, zo'rg'a gapiryaptilar. Yaxshiman, davleniyam oshibdi deb. Qarang, shu narsani yarim yildan keyin eshitganmiz. Qarang. Hech qaysi bolamiz qilmasin deb aytmaganda. Endi onam farzandlari hammasi har xil tomonda. 3 ta farzandlari Moskvada, Samarqand, Toshkent, shuning uchun hech kimga bildirmaganlar. Bugun farzandlarning tarbiyasida siz onangizni qaysi o'gitlardan ko'proq foydalanyapsiz? Bitta narsalari kichkinaligimizdan esimizda. Mana hozir o'zlari bizni ayab yolg'on gapirganlar, lekin o'zi hayotda onam hayotimda yomon ko'raman, yolg'on gapirgan odamni derdilar. Hech qachon yolg'on gapirmanglar deb farzandlarimga shuni o'rgataman. Mana shu narsaga urg'u berganman, lekin mayli sindirib qo'y, mayli to'kib qo'y, mayli yo'qotib qo'y, lekin rostini ayt. Yolg'on gapirsang jahlim chiqadi. Agar rostini aytsang indamayman deb va Xudoga shukr qisman erishyapman shu narsaga. Men afsuski bizning vaqtimiz tugadi. Siz bilan o'zi ko'p va xo'p suhbat qilmoqchi edik. Shuning uchun sizdan dasturimiz so'ngida bitta chiroyli mustahzot qo'shiq olsangiz, shu narsani eshitsak juda ham yaxshi bo'lardi. Studiyamizga xush kelibsiz. Kelganingiz uchun sizga alohida rahmat. Aziz teletomoshabinlar, mana bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi navbat qo'shiqqa. Fazilatxon, marhamat. Rahmat. hargiz davo istab oning umri ikromi hasrata bulg'ay ado istab necha yurdim adashib to'g'ri yo'ldan besari saman tutib bilgimni yo'lga solsa deb bir rahnamo istab yor istab husning guli tabuldi jahon mulkida paydo ishu parizod soldi ani ishqi boshima kulfati savdo qulg'ila anga imdod
shirin chiymas yorim amonat bir zarra hamabat men birla qachon teng bo'lur ishq ichra jahonda majnun ila farhon men birla qachon teng bo'lur ishq ichra jahonda majnun ila farhon Sinamda ciddi bir ko'ngil mulkini vayron yondirg'al jonim endi anga rahmayla boni dilbar barno qilg'il anga imdod chokar g'am hajringda qachon bo'lsa giriftor ishq ichra bilo shak dardiga amisha dilabi qildim davo iqomat shamshon dardiga amisha dilabi qildim davo iqomati shamshon